Bugungi audio matnimiz Abdurauf Fitrat ijodiga bag'ishlanadi. Ushbu loyiha orqali biz adibning asarlari va ularning yoshlari tarbiyasidagi ahamiyat haqida fikr yuritamiz. Hozirgi kunda ayrim yoshlar kitob o'qishga kamroq qiziqmoqda va o'z fikrini og'zaki rivojlanishga va ravon ifodalashga qiynalmoqda. Bu esa ma'naviy rivojlanishga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu muammoni hal etish uchun biz buyuk ma'rifatparvar adib Abdurauf Fitrat ijodiga murojaat qildik. Fitrat o'z asarlarida jamiyat taraqqiyoti, ilm, fan va ma'rifatning ahamiyatini chuqur yoritgan. Uning she'rlari va publitsistik asarlari yosh avlodni bilim olishga, mustaqil fikrlashga, ongli va mas'uliyatli shaxs bo'lib yetishga undaydi. Shuningdek, Fitrat ijodi yoshlar qalbida vatanga muhabbat, milliy g'urur va vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantiradi. Audio matn tayyorlash jarayoni esa nafaqat mazkur asarlarning mazmunini chuqurroq anglashimizga, balki nutqimizni ravonlashtirishga, talaffuz va o'qish ko'nikmalarimizni rivojlantirishga ham katta yordam beradi. Abdurauf Fitrat o'z asarlarida jaholatni qoralab, ilm va ma'rifatni eng buyuk kuch sifatida ulug'laydi. U yoshlarni ongli, bilimli va jamiyatga foydali inson bo'lishga undaydi. Endi Abdurauf Fitratning darsda o'tilgan she'ridan parcha o'qib beramiz. Og'ir yigit sening go'zal, nurli ko'zingda. Bu millatning saodatin, baxtin o'qidim. O'ylashingda, turishingda, hamda o'zingda. Bu yurt uchun qutulishning borlig'ini ko'rdim. Turma yugur, tinma tirish, bukilma yuksal. Hurkma kirish, qo'rqma yopish, yo'rilma qo'zg'al. Yel yo'lini to'sib turgan eski bulutlarni yondirib qo'y, yirtib tashla. Barchasin yo'q et. Qilolmasang shu ishlarni, sening uchun xo'rlikdir bu, yiqil, yo'qol ket. Xulosa qilib aytganda, Abdurauf Fitrat ijodi bizni ilmga, intilishga, mustaqil fikrlashga va vatanga sadoqatli bo'lishga chorlaydi. Ushbu loyiha orqali biz jamoa bo'lib ishlash va nutqimizni rivojlantirish ko'nikmalarini mustahkamlab oldik.